Ko'rsatilgan shartlarda qaysi bo'lakdan o'ngga burilish kerak? Demak, ko'rayotgan holatimizda uzuq-uzuq chiziq bo'lganligi uchun faqat A chiziq bilan belgilangan o'ng chekdagi bo'lakdan o'ngga burilishimiz mumkin. Qaysi holda qoidalar ogohlantiruvchi ishorani berishni talab qilmaydi? Demak, xavfli burilish belgisi bilan belgilangan yo'lning egri burilishlar joylarida ogohlantiruvchi ishora berish talab qilinmaydi. Ogohlantiruvchi ishora degani o'ngga burilish yoki chapga burilish haqida favorotlarni yoqib berishimiz shart emas. Siz balandlikda svetoforning ruxsat etuvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida tutib turishning eng yaxshi usuli qaysi? Siz yuqori ko'tarilayotgan paytingizda tepalikka qarab svetofor qizil ishorasi yonsa, to'xtab turish tormozida foydalanganingiz qulay hisoblanadi. Ushbu sharoitda avtobusning chorrahaga kirishiga ruxsat etiladimi? Demak, mana bu yerda trolleybus buzuq holatda avariyankasi yoqilgan. Agar avtobus chorrahaga kiradigan bo'lsa, tirbandlikni keltirib chiqaradi, taqiqlanadi. Tirkamali yengil avtomobillarga yo'lning shunday yo'l belgisi o'rnatilgan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, aholi punktdan tashqarida tirkamali yengil avtomobillar 80 dan oshirishi mumkin emas. Qaysi transport vositasiga o'ngga burilishga ruxsat etiladi? Demak, GAI xodimining ro'parasidan kelayotgan transport vositasi o'ngga burilishi mumkin va chap yelkasidan kelayotgan qizil transport vositasi o'ngga burilishi mumkin. Qizil va yashil avtomobilga ruxsat etiladi. Ushbu belgilar aholi yashaydigan joylarda xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi? Demak, aholi punktlarida ogohlantiruvchi belgilar 50-100 metr oldin o'rnatiladi. Belgilangan yo'nalish bo'ylab ketayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerakmi? Yonma-yon turgan transport vositalari o'rtasida tramvayning ustunligi bo'lganligi uchun avtobus haydovchisi yo'l berishi kerak. Avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Avtomagistral yo'l qismida harakat jadalligi yuqori bo'lgan yo'l hisoblanadi va u yerda buzilgan avtomobilni tezda olib chiqib ketishimiz kerak. Istalgan usulda shatakka olishga ruxsat beriladi. Bu yo'l belgisi bildiradi. Bu belgimiz umumiy haqiqiy vazni, ya'ni yo'lovchilar yuk vazni qo'shgan holatda belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositalari, shu jumladan tirkamali transport vositalarining harakat qilishini taqiqlaydi. M2, M3 toifadagi transport vositalari shina protektorlari naqshlarining qoldiq balandligi qancha bo'lishi kerak? M2, M3 toifalar uchun 2 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Qaysi hollarda velosipedlarda qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Velosipedchilar yo'lning o'ng yoqasidan harakatlanishi kerak. O'ng yoqasidan chiqish degani bu chap bo'lakni egallash. Ruxsat etilgan holatda chapga burilish yoki orqaga qayrish uchun o'ng chetdan chiqishga ruxsat beriladi. Shu joyda hovliga burilishga ruxsat etadimi? Demak, bu yerda 1.11 yo'l chizig'i, ya'ni uzuq-uzuq chiziq chizilgan tomondan bosib o'tishga ruxsat etiladi. Sanab o'tilgan hollarning qay birida haydovchi o'zining transport vositasini ichki ishlar xodimi ixtiyoriga berishi shart? Demak, kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish zarurati tug'ilgan holatlarda ichki ishlar xodimiga berishimiz mumkin. Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat beriladimi? Bu degani, yaqin orada piyodalarni yo'lni kesib o'tish uchun peshxod bo'lmaydigan bo'lsa, yo'lni ikkala tomoni yaxshi ko'rinadigan joylarda to'g'ri burchak ostida kesib o'tishga ruxsat beriladi. Tartibga soluvchining ushbu ishorasi quyidagini bildiradi. Demak, tartibga soluvchi ishorasi o'ng qo'lni oldinga uzatganda chap yelka tomon barcha yo'nalishlarga, ro'parasidan kelayotgan transport vositalari faqat o'ngga harakatga ruxsat beriladi, orqa va o'ng yelka tomondagilar taqiqlanadi. Demak, ko'k, qizil, yashil avtomobilga harakatga ruxsat beriladi, sariq, oq avtomobilga taqiqlanadi. Qaysi belgi transport vositalarining belgida ko'rsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishni taqiqlaydi? Oraliq masofa deganligimiz uchun biz 3-belgini qabul qilamiz. Qaysi transport vositasining haydovchisi oldin harakatlanish huquqiga ega? Bu yerda imtiyoz belgilariga qaraydigan bo'lsak, avtobus haydovchisi yo'l berish kerak, yuk avtomobili haydovchisi esa birinchi harakatlanish huquqiga ega. Aholi yashaydigan joylardan tashqarida yengil avtomobilning qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat beriladi? Aholi yashaydigan joyda tashqarida yengil avtomobillarimiz 100 tezlikdan oshirishi mumkin emas. Chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan chorrahaning qatnov qismi ikkita harakat bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun siz qaysi bo'lakni egallashingiz kerak? Demak, aylanma harakatlanish chorrahasiga kirayotganda nechta bo'lak bo'lsa, hammasidan bir vaqtda kirishga ruxsat beriladi. Lekin chiqib ketishdan oldin o'ng bo'lakni egallab chiqib ketish kerak. Bizga kirish oldidan deganligi uchun o'ng yoki chap bo'lakni egallab kiradi.